Hayotda o'z yo'lini izlaganlar va farovonlikka intilganlar uchun Sunrider biznes maktabi taqdim etadi. Prime Time Productions mahsuloti. Bir yil avval hayotim barbod bo'layotgan edi. Sillam qurib qolguncha ishlardim. To'satdan otam olamdan o'tdi. Atrofdagilar bilan bo'lgan munosabatlarim chalkashib ketdi. Ana shunday ahvolim tang bo'lgan vaziyatda meni hayotimdagi eng buyuk tuhfa kutayotganini umuman xayolimga keltirmagan edim. Men uchun ulkan sir ochildi. Men bu sir haqidagi tarixiy ma'lumotlarni izlay boshladim. Sir yashirib qo'yilgan edi. Sir astoydil qo'riqlanar edi. Sir haqida kamdan kam odam bilardi. Insoniyatning eng buyuk allomalarigina sirdan voqif edilar. Nega buni hamma bilmaydi? Men dunyodagi barcha insonlarga sir haqida aytib berishni istadim. Bu sirni hozirgi zamonda saqlayotgan odamlarni izlashga tushdim. Ular birin-ketin paydo bo'la boshladilar.